Bugungi mavzuyimiz so'z doktoridagi markirovka deb nomlanadi. Ya'ni o'zingizlar xabaringlar bor. 1-aprel o'zi oyidan boshlab markirovka masalalari bo'yicha qonunlar chiqqanligi va uni ishga tatbiq etilishi bo'yicha ko'plab xabaringlar bor. Bugun shu bo'yicha so'z doktorida qanday ishlar amalga oshirilgan va bu proseslar qanday olinadi, shunga o'xshash savollarga va o'zi markirovka degani nima, tushunchaga ega bo'lishimiz kerakligi haqida bugun batafsil ko'rib o'tamiz. Xo'p, so'z doktorida markirovkamiz birinchi bo'lib data matrix o'zidan boshlaymiz. Data matrix bu o'zingizlar ko'plarda уже ko'zingizga tushgan yoki o'zingizlar уже xabar topgan tovarlarning har bitta suv yoki boshqa tamaki mahsulotlarida tepalarida barkodimiz qo'shilgan. Bu orqali biza markirovkada to'liq ma'lumotlar kiritiladi. Ya'ni bunda biza umumiy to'liq ishlab chiqaruvchidan boshlab undagi assortimentiga hamma ma'lumotlarni, kimdan oldi sotdi ma'lumotlari va tovarni yaroqlilik muddatlarigacha bo'lgan to'liq ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Ya'ni umumiy hisobda oddiy til bilan aytganda bu tovarimizning pasporti hisoblanadi. Ya'ni raqamli pasport. Unda to'liq bo'lgan hamma ma'lumotlarimiz, ya'ni tovarni ishlab chiqarilgandan boshlab bir distributorga yoki oxirgi yakuniy ya'ni xaridorga yetib borguncha bo'lgan holatda hamma proseslar o'zida hujjatlanadi. Xo'p, markirovka bu bosh og'rig'imi degan savol paydo bo'ladi ko'pda. Ya'ni ko'plar o'zi bo'lgandan keyin hozir ko'plarda shu savol paydo bo'lgan. Ya'ni markirovka qo'shilgandan keyin biz har bittasini markirovka qilishimiz kerak. Har bitta tovari chiqdi kirdisini kiritish, ularni boshqarish degan savollar paydo bo'ldi. Bu narsa umumiy o'zi markirovkada biz nimalarga ega bo'lamiz markirovka qilingan tovarlarda. Bu kontrafakt yoki kontrabandaga qarshi kurash hisobida sizda noqonuniy o'zingiz tovarlaringizda kontrafaktdagi ya'ni boshqa tovarlarni kirib kelishini oldini olish, halol raqobatni bozorda qo'yishga tatbiq etiladi yoki yashirin iqtisodiy qisqarish, ya'ni davlat soliqda tushum nazorat qilish uchun hisoblanadi. Bu orqali siz o'zingiz tovarlaringizni bemalol sistema holatidagi himoya ostida bo'lasiz. Va bu holatda bizda markirovka qilish protsessida keyingi terminlardan o'zimiz tushishi mumkin. Ya'ni ETF elektron hisobot fakturasi. Bu tovar aylanmasi soliq organlari hisobida berish uchun xizmat qiladigan hujjatlar hisoblanadi. Va bu hujjatlarni amalga oshirish uchun biz o'zimiz bilgan xuddi shu detektorga faktura sistemalaridan foydalanadi. Markirovka kodlari esa bu har bitta mahsulotga biriktirilgan unikal kod hisoblanadi. Bu orqali biz har bir tovarimizni o'ziga yopishtirilgan va ular tovar haqidagi to'liq ma'lumotni o'ziga amalga oshiriladi. Ya'ni data matrix bu o'sha grafik usulidagi ma'lumotlarni data matrix orqali ko'rinadi. Va bu prosesimiz markirovka qilishimiz tovarlarni umumiy, bundan oldingi slaydimizga aytib o'tgandek, tovarlar pasporti bo'yicha uni umumiy harakatlanish proseslarni ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'zi tovarni ishlab chiqarilishidan yoki importyor olib kirishidan boshlab tovarimiz kirishi hisobida avtomatik ravishda bizda tovarlarimizni asl belgisi tomonidan tasdiqlangan QR kodlar orqali registratsiya o'tkaziladi va ularni sistemaga joriy etiladi. Undan keyin esa tovarlarimiz ishlab chiqarilgandan keyin biza keyingi distributorlarga tovarlarni berishimiz kerak bo'ladi. Bu holatda biz boyagi chiqarilgan QR kodlarni skanerlab, qaysi distributorga nima tovarlar berayotganmiz, o'sha kodlarini shot faktura orqali ularga jo'natamiz. Va tovarlar yetib olganda ular shu shot fakturada kelgan kodlarni tekshirib olishi va ular orqali keyinchalik qabul qilgandan keyingina ularga savdo amalga oshirishlari imkoniyati yaratadi. Keyinchalik esa ular ham xuddi shu o'zlarining mijozlariga tovarlarni yetkazib berganda xuddi shu markirovka kodlarini skanerlagan holatda yana shot faktura chiqarib beriladi. Va bu orqali do'konchilar ham xuddi shu fakturalarni o'ziga qabul qilganda avtomatik ravishda bundan oldingi prosesga o'xshab distributor, ya'ni zavod yoki importyor nomidan distributorga, distributordan esa do'konchi nomiga o'tiladi. Va shu tariqa tovarning kelib chiqishidan boshlab tovarning polkada turgan holatidagi tovarning harakatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
va undan keyin esa onlayn KKM orqali biza avtomatik ravishda xaridorlarga tovarlar beriladi va bu xaridor orqali bizadagi umumiy tovar oborotimiz shu bilan yakunlanadi. Ya'ni bitta kodimiz umumiy ishlab chiqariladidan boshlab to mijozga yetib borgan bo'lgan holatda umumiy yetib oldik va ularni sistemada tatbiq etildi va sistemadan, ya'ni oborotdan chiqib ketdi deb hisoblanadi. Xo'p, bu proseslarimiz o'ziga gapiradigan bo'lsak, xo'p, bu hozir prosesimiz oson yoki qiyindek ko'ringan bo'lishi mumkin. Bu amalga oshirilmasa, bu narsani tatbiq qilinmasa, bunga qanday javobgarlik yoki qanday deylik asoratli bo'lishi mumkin degan savollar paydo bo'lishi mumkin. Bu holatda asosiy choralardan biri bu Soliq kodeksining 227-birinchi bandi moddasiga binoan hisoblanadi. Ya'ni umumiy chorak hisobi bo'yicha sof foydadan tushumdan keladigan 2% ni jarima sifatida qilinadi. Agar bu harakat, ya'ni qilinadigan kelgan holatdagi markirovka qilinmagan tovar prosessimiz 1 yil ichida, ya'ni takrorlanib amalga oshirilsa, bu boyagi 2% tushumimiz 20% ga chiqadi va qo'shimchasiga rahbariyat uchun, ya'ni qo'shimchasiga 1000% dagi jarima qo'llanilishi mumkin. Bu orqali bu foydadan olishimizdan ko'ra ko'proq zararga kirishimiz mumkin. Xo'p, tovarlarning priyomkasi sistemada qanday bizga amalga oshiriladi? Ya'ni biz sistemada qanday amalga oshiramiz? Boyagi tovarlarimiz o'ziga keladigan bo'lsak, tovarlarimiz programmaga kiritilgandan keyin boyagi fakturalar qabul qilinadi va bu proseslarimiz sistema orqali amalga oshiriladi. Bir distributor o'ziga qabul qilgan fakturalarni kodlarini o'zi terib olishi mumkin, ularni solishtirishi mumkin. Hammasi to'g'ri bo'lsa, keyinchalik savdoga chiqarilgan holatda har bir do'konda berilgan kodlarni yana qayta skanerlab, ularni fakturalarga aylantirgan holatda do'konlarga jo'natadi va shu orqali qilingan fakturalar qabul qilingandan keyin qabul qiluvchi nomiga tovarlar o'tadi. Texnik ishlashini ham ko'rsatib bera olamizmi? Programmasining prezentatsiyasi. Yo'q, Telegramda yoqib beraman sizga. Full ekran. Hurmatli mijozlar, oramizda markirovka bilan ishlaydigan va bilan bog'lagan mijozlarimiz bormi? Bugungi mavzuga temamiz sizlarga qiziqarli bo'lyaptimi? Va qanaqadir savollaringiz bo'lsa, общий umumiydan keyin berishingiz mumkin bo'ladi. Boyagi savollarimiz o'ziga keladigan bo'lsak, boyat umumiy markirovka nima va shunga o'xshagan qisqa bo'lgan javoblarni berishga harakat qildik. Endi esa bu jarayonni Selzoter o'zida qanday amalga oshiriladi degan savolga javob berishga harakat qilamiz. Hop, birinchiga keladigan bo'lsak, bizda albatta bu proses qilish uchun bizda tovarni yetkazib beruvchi, ishlab chiqaruvchi odam tovarni berganda bizga markirovni tovarlarni jo'natish kerak bo'ladi. Va bu holatda bizda ikkita fazadan o'tish kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi holatimizda bizga jo'natilgan kodlarni tekshirish, ikkinchisida va ularni
o'zaro solishtirish, ya'ni biza qilingan kodlarimiz va bizaga jo'natilgan kodlar to'liqona bir-biriga mos kelmoqdami yoki yo'qligini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi anaqamiz bizda sistemaga kiradigan bo'lsak, ko'plarda server ishlatadigan bo'lsa, sizlarda markirovka degan razdelimiz ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bu yerda sinxronizatsiya DDX ko'rishimiz mumkin. Bu yerda biz DDX yoki faktura bilan ham ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bu holatda biz birinchi bo'lib elektron ключ orqali DDX yoki faktura uzdan avtorizatsiyadan o'tamiz va undan so'ng esa o'zimizga kerak bo'lgan vaqt oralig'ini periodni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qaysi vaqt oralig'iga bizga fakturalarni o'zimiz yuklamoqchimiz. O'sha yuklaganimizdan keyin avtomatik ravishda ключ o'tganimizdan keyin bizada avtorizatsiyadan o'tadi. O'shandan keyin esa biz ko'rishimiz mumkin zakazimiz kelib tushadi. Qo'shilgan zakazimiz esa avtomatik ravishda bu yerdagi assortimentni ma'lumotlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. To'laqonli kim tomonidan jo'natildi va ularning ma'lumotlari va qaysi tovardan qaysi tovarlar bo'yicha qancha summada va qancha kolичествоda jo'natilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda nechta tovarimizni tekshirishimiz kerakligi va nechta kod orqali biz skaner qilganimizni ham ko'rib olish imkoniyatiga egamiz. Bu orqali bizada skladchikka bu tovarni biriktirib beradigan bo'lsak, отправка приёмкani bosadigan bo'lsak, sklad razdelimizdagi skladchigimiz o'zimizning приложениесі orqali u kodlarni birma-bir skladga tushirayotganda mashinadan avtomatik ravishda ularni skanerlab o'tadi. Skaner qilganimizda bizada xohlasak tovarni donada yoki blokda yoki palet, ya'ni transportning holatida skaner o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. O'shandan so'ng esa tovarlarimiz kelib tushgandan keyin ular mana bu holatga keladi. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu yerdagi blok holatidagi tovarlar va transport holatidagi tovarlarni kodlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va tepada esa yana asl belgisi bilan bog'langan holatda bu yerdagi ma'lumotlarni olamiz. Asl belgisidagi tovarlarni tekshirib beradi bizga. Boyagi kodlarimizni bu tovarlarning ularning holati, kimga biriktirilganligi haqida ma'lumotlarni beradi. Undan so'ng esa kelgan tovarlarni biza proverka qilib olishimiz mumkin. Ya'ni har bitta tovar bo'yicha uni statusi qaysi holatda, kim tomonidan berilganligi, INNsi va tip upakovkasi qanaqaligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bu yerda nechta tovarimiz qo'yilganligi va nechta kodligini ko'rishimiz mumkin. Hozir ekranimiz hammaga ko'rinyapti, to'g'rimi? Assalomu alaykum, me'mor uzr. Assalomu alaykum. Prezentatsiyangizda qotib qolganda, hozir aytgan narsalarni birontasi ko'rinmayapti o'ziga. Hozir. yoki skrinshot qilib tashlaylikmi? Yo'q, shart emas ekan, bir saniya. Ekranimiz ko'rindimi? Ko'rinyapti. Hozirgi holatda ekranda avtorizatsiya DDX degan holatni ko'rdingizmi? Ko'rinyapti. Xo'p. Birinchi holatda hozir salgina orqaga qaytamiz. Boyagi aytilgan gaplarni endi vizualni ko'rish uchun. Xo'p, bizda hozirgi
serverlarga kiradigan bo'lsak, markirovka degan razdelimiz mavjud va bu yerda ikkita punktdan moduldan iborat. Birinchisi priyon, ya'ni qabul qilish, ikkinchisi realizatsiya, ya'ni savdoning o'zi realizatsiyasi. Priyomkaga kiradigan bo'lsak, sinxronizatsiya dedik, bu yerda yoki faktura yoki dedex bo'lishi mumkin. O'zingiz bemalol o'tirishingiz mumkin. Bu orqali dedex yoki fakturaga bo'lgan holatda birinchi bo'lib sistemada biz qaysi vaqt oralig'idagi fakturalarni o'zimizga yuklamoqchiligimizni belgilaymiz. Sinxronizatsiya knopkasini bosganimizdan so'ng esa bizga avtorizatsiyani so'raydi. Ya'ni ECP ключimiz orqali avtorizatsiya o'tamiz. Undan so'ng esa bu yerda mana qo'shishingiz mumkin. E-imzo va shunga o'xshagan ключlarni bo'lgan holatda qanday ishlashi mumkinligini va rejim razработчикka yoqishimiz kerak bo'ladi e-imzo orqali. Undan keyin parolimizni terganimizdan so'ng bizda avtorizatsiya o'tadi va shundan so'ng esa bizda fakturada shu period oralig'idagi bizga поставщикdan kelgan tovarlarni fakturasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni nechta zakaz qo'shildi, nechta sinxronizatsiya o'tdi, orasida yangilanganlari yoki xatolik borlarini ham ko'rib olish imkoniyatiga egamiz. Undan so'ng esa bizda ko'rib turganimizdek fakturani o'zini elektronniy manzili, qaysi счет bilan kelganligi, fakturaning vaqti, do'g'irlarimiz, data do'g'irlarini ko'rishimiz mumkin va dokumenti statusi yoki kodlarni tekshirish holati va bu tovarni qabul qilish uchun skladchikka tekshirish uchun unga priyomga jo'natish mumkin bo'ladi. Mobilniy приложение orqali unga biriktirib beramiz. Shundan so'ng esa skladchigimiz bu tovarlarni o'zini skladga tushirayotgan har bir tovarni blok deymizmi yoki palet, ya'ni transportning holatidagi kodlarni skannerdan o'tkazadi. Shundan so'ng esa biz o'zi fakturani o'zini ko'radigan bo'lsak, bizda ma'lum ko'rinishda keladi. Fakturamizni do'g'ri, qaysi vaqtda qilinganligi, kim tomonidan yuborilganligi, tovar nomlari, nechta donada kelganligi, ularni narxlari, kodlarimiz nechta yuborilganligi va nechtasini biz skaner orqali tekshirganligimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Agar tepadagi spisk kodovga o'tirgan bo'lsak, bu yerda yuborilgan kodlarni o'zini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyin esa skladchigimiz buni tovarlarni skaner qilgandan keyin mana shu kodlarni o'zini avtomatik ravishda tekshirib chiqadi. Shu kodlar zakazligimiz skaner qilingan tovarlarimiz bir-biriga munosibmi yoki yo'qmi? Shundan so'ng esa proverkani bosganimizdan keyin asl belgisi orqali ma'lumotlarni yuklaymiz va bizda tovarlarni o'zini ko'rib olishimiz mumkin. Asl belgisi orqali tovarlarimiz proverkadan o'tganligi, endi esa ko'rinmayapti aka. hozir ursam ekan. Endi ko'rindimi? Ko'ryapti. Faqat mendami? Hurmatli mijozlar, agar bu kimda ekran qotish bo'lsa, translyatsiyaga boshqatdan kirib ulansangiz, joyiga tushib ketadi. Bu yerda avtomatik ravishda tekshirganimizdan keyin bizga kelgan tovarlarning statusi, jo'natuvchi, ya'ni hozirgi holatdagi tovar egasi va bu tovarimiz qaysi holatdagi ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu gruppaviy bo'lishi mumkin blokda yoki transportning yoki palet hisobida ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bu yerda nechta kodimiz borligi va nechta tovarimiz borligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Orqali keyingi holatimizda hozirgi skaner qilindimi yoki yo'qmi va buni kim skaner qilganligi haqida ma'lumotni ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bir necha skladchigimizga bog'lab bersak, ular tekshirganida skladda avtomatik ravishda kim shu deylik поступленияni skaner qilganini tekshirib olishimiz mumkin bo'ladi. Shu orqali biz skaner qilib tekshirganimizdan so'ng ularni jo'natilgandan keyin biz ikkinchi fazamiz, ya'ni hozir bundan oldin ketgan fazamizdagi menejerimiz приложениesidan qilinishi kerak bo'lgan holat bo'ladi. Ya'ni unda server nomi, login parolini tergan holatda unda keyingi holatda ko'rinadi. Ya'ni oddiy zakaz yig'ish imkoniyati bor. Bunda yoki markirovka tovarlarni tekshirish yoki priyomka markirovka tovar, ya'ni
kirib kelgan tovarlarni o'zini qabul qilishda ishlatilgan modulimiz mavjud. Shu modulga kiradigan bo'lsak, avtomatik ravishda boyagi bizdagi qaysi поставщикdan, qaysi datadagi, qaysi счет faktura bo'yicha kelgan tovarlarni o'zini ko'rishimiz mumkin. Skaner ko'zini bosadigan bo'lsak, bizda avtomatik ravishda bugungi, ya'ni fakturada kelgan tovarlarni nomlari va ularda nechta kodni, ya'ni shtrix kodni skaner qilishimiz kerakligini ko'rsatiladi. Va uni skaneridan o'tkazganimizdan keyin avtomatik ravishda qaysi tovarda skaner qilinganligi haqida ma'lumotimizni ko'rgan bo'lamiz. Ya'ni qaysi tovarlarni biz skaner qilib tugatdik, yana qaysi tovarlarni skaner qilishimiz kerakligini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Buni o'zini sinxronizatsiya qilganimizdan keyin avtomatik ravishda bu narsa serverga tushadi va tepada proverka kod funksiyasini foydalanganimizda avtomatik ravishda yana bir bora biz skaner qilgan tovarimiz va qolganlarini avtomatik ravishda tekshirib chiqarib beradi. Ya'ni bu tovarlarimiz bizda to'g'ri keldimi yoki yo'qmi? Shu orqali biz tovarimizni agar xatolik bo'lsa, отказать qilib, поставщик o'ziga yetishimiz mumkin. Ya'ni bizga yuborilgan fakturadagi kod va bizga kelgan tovar faktiski kodlari bir-biriga munosib emasligi orqali отказ qilamiz. Keyin qayta misol uchun to'g'rilab jo'natilgandan keyin biz shu orqali fakturani o'ziga yoki DDX kirmasdan holatda подписаться qilib tasdiqlashimiz mumkin qabul qilganligimizni. O'shandan so'nggina bu tovarlar bizning nomimizga o'tadi. Xo'p, keyingi funksiyamiz realizatsiya. Ya'ni biz o'zimizga tovarlarni qabul qilgandan keyin ularni savdosini boshlashimiz kerak. Buning uchun biz nima qilamiz? Bizning sistemamizda programmani o'zi tovar nomenklaturamizga kiritganimizda qo'shimcha funksiyalarda biz keyingi ma'lumotni qildirishimiz kerak bo'ladi. Bu narsa biz misol uchun DITIN, ya'ni tovar shtrix kodi, tovar kodlari ma'lumotlarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Uni kiritilgandan keyin tovarlarimiz hamma ma'lumotlarni kiritilgandan keyin biz zakaz olganimizda zakazimiz holatlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu zakazlarni ekspeditor yoki skladchikka biriktirib berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni markirovka razdelida realizatsiya knopkasiga kirganimizda bu yerda umumiy hamma zakazlarimizni ko'rishimiz mumkin. Bu zakazlar orqali esa biz skladchik yoki ekspeditorga bog'laganimizda ular tovarlarni yetkazib berishda shu tovarlarni skaner qilishadi. Biz esa fakturani keng holatda ko'ramiz. Ya'ni tovarlar nomi, bu yerda nechta tovarimiz zakazga urilganligi, qaysi narx bilan, qancha summadagi NDS summalari, NDS uchun summalari va kod markirovka nechta yuborilganligini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Spesifik kodovda esa bu yerda esa tovarlarimizda kodimiz kelganligi va ularning holatdagi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizda zakazimizda esa zaявкani ekspeditorga bog'laganimizdan keyin, misol uchun ekspeditorga skladchikka bog'lab bersak, ular keng holatda ko'radi. Ya'ni отгрузка markirovka tovarga kiradigan bo'lsak, bizda mana bu holatda turadi skladchik приложениесida va tovarlarni ular umumiy skanerlab chiqadi. Shundan so'ng esa tovarlar skaner qilingan tovarlarimizni umumiy отгрузить qilib bosib sinxronizatsiya qilamiz. Shundan so'ng esa tovarlarimiz serverga yetib boradi. Agar qaysidir tovarlarimizda deylik, bir marta kod qayta yana skanerlangan bo'lsa, sistema avtomatik ravishda bu tovaringda mana bu kod bundan oldingi mana bu chislodagi mana bu zakazingda qatnashgan degan xabarnomani ham beradi. Undan so'ng esa zakazlarimizni berganimizdan keyin keyingi zakazlarimizga o'tishimiz mumkin bo'ladi va uni sinxronizatsiya qilganimizdan keyin avtomatik ravishda server o'ziga qaytadigan bo'lsak, bizda hozirgi holatda mana bu неизвестный коды degan razdelga o'tadi. Va bu yerdagi kodlar hozirgi biz skaner qilgan skladchik yoki ekspeditori kodlari hisoblanadi. Bularni ya'ni spesifik kodov orqali kiradigan bo'lsak, boyagi qilingan kodlarni ko'rishimiz mumkin. Va undan so'ng esa tepada проверить kod yoki zaявкаning tashqarisida ham проверить kod degan funksiyamiz mavjud. Bu orqali proverka kod bosganimizda yana xuddi shu asl belgisi orqali avtorizatsiyadan o'tamiz, ya'ni ECP qilishimiz orqali. O'shandan so'ng esa tovarlarimizni tekshirib beradi, status holatidagi hozirgi holatda kim nomi va upakovka ma'lumotlarini chiqarib beradi. Ya'ni hozirgi holatda korobka paket holatida yoki gruppovoymiz va qaysi chisloda kim tomonidan skaner
qilingan ma'lumotlar turadi. Agar qaysidir holatda qaysidir kodimiz noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, udalиться orqali bu kodni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Chunki ba'zi holatda bo'ladi, zakazdan tashqari boshqa tovar kod urilgan bo'lsa, bu yerda bemalol o'chirib qo'yish imkoniyatiga egamiz. Shundan so'ng esa tovarlarimizni o'ziga o'tadigan bo'lsak, bizda faktura keyingi holatda ko'rinadi. Ya'ni kod markirovkada hammasi to'liq bo'lsa, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni yashil galochka holati ko'rsatiladi va количество разделida ham zakaz bo'yicha 40 ta, kodi bo'yicha ham 40 taligini, ya'ni sonlar to'liqligi ko'rib olishimiz mumkin. Va tovar o'zini bosadigan bo'lsak, qaysi tovardan qanaqa holatdaligi, uni kodi, nechta nima tovarlarimiz bor, группировканый tovarimizda qaysi kodlar ishlatilganligini sonni ham ko'rib olishimiz mumkin. Va shu orqali biza keyingisi proverить, ya'ni ECF orqali biz uni fakturaga yoki DDEXga jo'natdik, u narsa serverga ularga yetib boradi, ya'ni o'zingizning fakturangizga yetib boradi va u holati ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bizda tovar markirovkaligi qilinganligi haqidagi ma'lumot va shu fakturamiz, ya'ni kim tomonidan kimga berilayotganligi haqida tovarlarimiz markirovka qilinganligi, ularning kodlari, sonlari, nechta dona berilganligi ma'lumotlari shunda ko'rinadi. Va bu yerda esa kod markirovka bo'ladigan bo'lsa, avtomatik ravishda transport yoki gruppaviy upakovkada qilinganligi ma'lumotini ko'rib olishimiz mumkin. Undan keyin esa tovarlarni подписать qiladigan bo'lsak, klientga yetib boradi. U narsa подписать qilgandan keyin avtomatik ravishda to'liq оборотdan, ya'ni siz tomoningizdan оборотdan chiqib, уже do'kon savdoga o'tirgan. Dastavshikda ham xuddi shu holat, ya'ni bu yerda har bir zakaz o'ziga kirgan holatda dastavshik birinchi tovarni dastavling qiladi, undan so'ng esa tovarlarni, qoldirgan tovarlarni skaner qiladi. Ba'zi holatda agar частичный возврат bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha holatda birinchi bo'lib частичный возвратlarni qilib, keyin tovarlarni markirovkaga o'tkazadi, skanerlaydi. Xo'p, skanerlash holatida keyingi savol paydo bo'lishi mumkin. Bu holatda bizga nima kerak bo'ladi degan savol. Ya'ni u skanerlash nima orqali qilinadi? Bu holatda, ya'ni qaysi оборудование orqali skanerlashimiz mumkin deganda, bu holatda biz oddiy приложениyaning o'zi, ya'ni APK'miz bo'lgan telefon o'zidan foydalanishi mumkin yoki TDT skanerlardan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni TDT skanerlarimiz ko'proq skaner tovarlar bilan ishlash, markirovka shtrix kodlar bilan ishlashga ko'proq moslashgani uchun ularda более точныйroq detalizatsiya bo'ladi, ya'ni tezroq fokusirovka hisoblanadi. Hop, bugungi o'tilganlar bo'yicha qandaydir savollar yoki qandaydir tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol berishinglar mumkin. O'zi bugungi o'tilgan webinar bo'yicha qandaydir savollarga o'zingizga javob topa oldingizmi yoki qo'shimcha savollar paydo bo'ldimi? Shu bo'yicha kimdadir savol bo'lsa, bemalol berishinglar mumkin. Duranbek, Albatta eshitaman. Salom. mana shu video instruksiya qilib o'sha salesga как прикрепить qilib qo'ysa bo'ladimi? Shuni qisqa qilib sales doktorda. Topamiz, albatta. Biz YouTube yoki boshqa kanallarimizda ham ko'rishga harakat qilamiz bu protsessni va bo'lib detalliroq ma'lumotni keyinchalik yana qo'shimcha vebinarlarimizda ham o'tishga harakat qilamiz. Shuni aytmoqchi edim. Bitta hozir mana hozir
Webinar bilan hech narsa 100% hamma tushunmaydi-da baribir. Mana misol uchun Sizda qanchadir ko'p bo'ladi foizini yoki olamanda, Mhm. yana ketma-ket 3ta 4ta bo'lsa, endi aprelgacha vaqtimiz bor, ozgina qoldi. Yo'q, albatta. Keyin Xohlasangiz tekshirib mm, ko'rishingiz ham mumkin. mm. Keyin mana shu avvalgi Assalomu masala alaykum. edi. Assalomu alaykum. Bitta savolim bor edi. Boyna suratga ko'rsatdingiz-ku, dastavshiklar va zavskladlar ko'radi deb, o'shanga alohida ilova bo'ladimi yoki qayerda ular Yo'q, o'zimiz proverka qiladi? alohida ilovamiz, ya'ni misol uchun hozirgi holatda ko'p sistema ishlatganlarimiz o'zi biladi, dastavshik приложениyamiz bor. U narsa Play Market yoki App Store'da ham yuklangan. U orqali bemalol yuklab, ya'ni registratsiyadan o'tib unga o'qitib berishingiz mumkin. Skladchikimiz yaqin kunlarda chiqadi, lekin agar call centerimizga yoki o'zizga biriktirilgan key account menejerlaringiz bo'lsa, ulardan so'rasangiz, ular sizga tashlab berishlari ham mumkin. Ya'ni skladchik приложениyani atak, dastavshik приложениyamiz to'laqonli Yo'q, dastavshikni bilardim, platformalarni ishlatib nima qilib turibmiz. Ikkinchi surat ko'rsatingiz, o'shaning uchun tushunmadim, qayerdan shuni oldingiz, qayerdan skaner Yo'q, qiladi. bu narsa Ular o'sha narsani telefonda установка qilib, через telefonni kamerasi отсканировать qilib, bazasi chiqadi demoqchiman. Shunaqami? albatta shu orqali chiqadi. Yoki xohlasangiz siz Identity skaner orqali, ya'ni skanerlarimiz mavjud-ku. Отдельно ko'rgan bo'lsangiz, skladda ko'p ishlatilgan. O'sha orqali ham ishlatsangiz bo'ladi. Chunki u ham Android platforma sistemasida ishlaydi. Shu orqali ularni ham ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni ko'p holatda bo'ladi. Misol uchun, dastavshikimiz telefonim kamerasi yaxshi emas yoki telefonda misol uchun orada qotib qoladi yoki boshqa holatlar bo'lishi mumkin deylik. Shuni oldini olish uchun misol uchun Identity skanerdan foydalanishlari mumkin. U bo'lay to'liqroq ishlash funksionali, kamerasi yaxshiroq bo'lgani uchun Data Matrixdagi boyagi shtrix kodlaringizni skaner qilishda tezroq funksiya, ya'ni reagировать qiladi deylik boshqa tilda. Dальнейшемga o'sha narsalar ekspeditor, ya'ni o'sha dastavshiklarga ham ulanib beradi. Misolda yukni tarqatayotgan, berayotganda shu через отсканировать qilib, o'sha shtrix kodi bilan topib berish kerak bo'ladi. Misolda o'sha labosning ichida ko'p yuklar, qaysi birini qayerga qo'ydi o'sha bilmaydi. O'shandan отсканировать qilib bersa ham bo'ladi-a? Qarang, hozir bu yerda ikki holat bor. Ya'ni skladchigimiz ham tovarni yuklayotganda skaner qilib berishi mumkin. Buni qaysi holatda ishlatiladi? Agar bizada primoy katta optim yoki set magazinlar bilan ishlagan holatimizda o'shalar qo'llaniladi ko'proq. Ya'ni siz tovarni 100% olib ketayotgan tovaringiz 100% qabul qilinishi va assortiment ko'p bo'lgani uchun oldindan skanerlab olishingiz mumkin skladchik orqali. Lekin har bir do'konga boradigan bo'lsa, u holatda do'konni o'zida joyda realizatsiya qilgan holatda keyin qilinadi. Chunki do'kon yopiq bo'lishi mumkin yoki dastavshik berayotganda qaysi tovar частично возврат yoki deylik siz aytgandek, ular har bitta do'kon bo'yicha bo'lib bermaydi, umumiy assortiment bo'lib olib chiqib ketadi. Deylik qaysidir suvdan 1 litr yoki qaysi formatdan nechtadir berish kerak bo'lsa, u qo'lda birinchi urib olishi mumkin bo'lgan holatligini olib bergani uchun u именно mijozga bergan tovarlarni o'zini skaner qilib jo'natib qoldiradi. Ya'ni o'sha narsa ba'zi sistema onlayn ishlaydi. Nimani beraversa agar o'sha fakturadan avtomatik detoksdan buxgalteriya berishi kerak bo'ladi deyapsiz-da, to'g'rimi? Yoki sales doctor detoks bilan qanaqadir bog'lanib, o'sha narsani avtomatizatsiya, ya'ni o'zi avtomatik holda beryaptimi? Yo o'shani buxgalter kontrol qilish kerakmi? Yo'q, bu narsani men bir holatda ko'rsatdim. Esingizda bo'lsa, hozir qaytarib o'tish harakat qilaman. Ya'ni bizada zakazimizni ekspeditoriga bog'ladik. Skladga bog'laganimizdan keyin o'chirib tura olasizmi? Dilorom opa, videoingizni o'chirib tura olasizmi? Rahmat. Qiladigan bo'lsak, bizda keyingi holatda, misol uchun zakazimiz chiqdi. Bizada mana bu holatga keldi. Biz uni skaner jo'natganimizdan keyin bizda fakturamiz yetib keldi. Biz uni proverka kod qilib amalga oshirdik. Undan keyin tepada отправить ECF'imiz turibdi yoki mana ko'radigan bo'lsak, ECF'imiz turibdi. O'sha orqali biz boyagi fakturani o'zini jo'natamiz. Detoks yoki fakturani o'ziga jo'natiladi.
boyagi tovaringizni klientni nomi, tovarni ma'lumotlari, boyagi kodlari bilan. Ya'ni mana bu holatdagi tovarlarimiz mana kodi misol uchun hozircha bu yerda zakazimiz ekspeditorga bog'lab berdik yoki skladchikka. Ana shu yuklardan zasklad topib moshinga qo'yish kerak. Keyin dastlabki magazinni oldiga borib, misolda yuklarni almashtirib yubordi. Qaysi birini qayerga qo'yganini eslolmaydi. Yo'q, u yerda ikki holat bor. Bu yerda ikkita holat, ya'ni bundan oldingi aytganimdek, xohlasangiz dastlabki o'zi skanerlashi mumkin. Xohlasangiz skladchik qaysi holatda qiladi? Qachonki do'konga to'liq yetib boradigan yoki katta assortiment bo'lsa. Misol uchun deylik, siz korzinkaga tovar yetkazib beryapsiz. Korzinkaga bitta целый palet oldi yoki ikkita palet oldi deylik tovaringizdan. Bu yerda oladigan bo'lsak, deylik, nechtadir 50 ta yoki 60 ta blokdan tashkil topgan tovarimiz. Bu yerda u skladchik har bittasini skaner qilolmaydi yoki paleti agar bo'lsa, paleti o'zini skaner qilib ketishi mumkin. U holatda skladchik uni oldindan tayyorlab qo'yishi mumkin. Optovikka misol uchun tovarlarini oldindan skanerlaydi, faqat dastlabki borib tashlab keladi xolos. Bu yerda shunaqa vaziyat narsa bo'lmasa. Ya'ni o'sha narsa tayyor bo'lishi kerakda, katta shtrix kodi aksesni blokini ichida bittalab nima qilmaydi-ku dastlabki. Misolda 100 blok energetik berish kerak. Uni ichida 12 ta hammasini o'tkazmaydi-yu, o'sha zavod tomonidan o'sha distributsiyalarga qo'yib o'rnatib beriladi katta shtrix kod. 12 tasini bitta joyga jamlab, shunaqa bo'ladimi? Ha, transport setayotgan anaqangiz transportning, misol uchun blok ustida turadigan bu blokchniy bo'ladi. Bu yerdagi setayotgan katta paletni transportimiz hisoblanadi. Uni uradigan bo'lsak, boyagi blokingizdan o'tib ketadi. Ya'ni hozirgi holatda ko'radigan bo'lsak, deylik, hozir ma'lumotda ko'rsatilganda, agar videoda ko'rayotgan bo'lsangiz, skrinimizda tepadagi ma'lumot raqamimiz turibdi, ko'rdingizmi? Videodagi. Ma'lumot raqamimiz mana bu yerda transportning korobka turibdi. Ya'ni bu yerda 10 ta blok tovarni yoki nechtadir tovar joylashtirilganligi haqida ma'lumot beramiz. Misol uchun mana 40 ta deylik, bu katta tovari o'zi, ichida nechtadir tovarimiz joylashtirilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi misol uchun. Mana bu esa boyagi blokchniy variantimiz. Tovari blokdagi holati. Buning ichida уже 6 ta misol turibdi. Shu yerga yana bitta savolim bor edi-da. Uzr, sizning gapingizni bo'ldim. Keyin shuni dastlabki atskanet qilib beryapti. Dedoxda o'sha narsani buxgalter sales doktorda qarab sformirovat qilish kerakmi yoki o'sha narsa avtomatik holatda bo'ladimi? Yo'q, u holatda bu yerda hozir misol uchun zakaz o'ziga o'tadigan bo'lsak, tashqarisiga kiradigan bo'lsak, hop. Ya'ni bizda mana bu holatda turibdi ekranimizda. Misol uchun отсутствует key degan narsa turibdi. Bu yerda проверить key degan yozuv bo'ladi. Kodlar yetib kelgandan keyin. Buni bosganimdan keyin bu zakazimiz tekshiriladi kodlarini. Undan keyin mana bu отправить ECF degan funksiyani bosganimizda boyagi fakturamiz avtomatik ravishda faktura yoki Dedox o'zida chernovikda paydo bo'ladi. Bu yerda paydo bo'lishi uchun o'rtasida klientlaringizning hammasida inini, adresi va rashet shoti kiritilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni sizdagi Dedox yoki fakturangiz bu klient qaysiligini bilish uchun bundan oldingi parametrlar to'ldirilgan bo'lsa, avtomatik ravishda shu klient o'ziga yaratib beradi. Siz faqat uni optimizatsiya qilasiz. Bitta tekshirasiz, hozir joyda ekan. Bundan oldingi so'zdagi bilan bir xil tushgan. O'shanda o'zini o'zgartirasiz, price bosaverasiz. Ya'ni u holatda kelib tushadi. Shu yerga yana bitta nimam bor. O'sha narsa mana bu Dedox bilan INNni siz deyapsiz, klientni
Mhm. Sales doktorda ham o'sha narsani kiritishimiz kerakmi? Yo faqat Detoxda bo'lsa agar yetarlimi? Yo'q, Sales doktorda ham kiritish kerak, chunki fakturaga biz jo'natganimizda u qaysi mijozni topib olish uchun biza berayotgan ma'lumot ichidan INNni, расчетный счетini tekshirib oladi-da. Ha, faqat o'sha ya'ni ba'zi optimallashtirmagan bo'lmasa agar mana bu aksiyli marka ham yaxshi ya'ni ishlamaydi. Chunki klientlarni общий данныйsini to'g'ri va kiritib qo'yish kerak. Faktiski firmasini ismi bilan. Da, minimum klienti yuridik nomi, adresi, misol uchun INNsi, и расчетный счети bo'lsa bo'ldi. Sales doktorda klientlarimiz ismi nimasi ozgina boshqacha bo'lishi mumkin. Yo'q, Lekin bitta nomiga INNni kiritib qo'ysak agar qolgan hamma narsasini shakllantiradimi o'zi Sales doktor bilan Detox? yo'q, yo'qlantiradi aka. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, boshqa savolim yo'q, hamma savolimni berdim. Rahmat. Xo'p. Yana kimda qanaqa savollar mavjud? Do'ranbek, оборудование hozir olish kerak-da. Skladga alohida, ekspeditorlarga alohida. Yani normalniy summali оборудование ekanda u hozir siz aytdingiz, через приложение qilsa ham bo'ladi deb. Ha, dastlab o'zini telefon kamerasidan bog'lanadi. Yoki Qanchalik effektivniy, qanchalik shu оборудованиyaning o'rnini bosa oladimi o'sha приложение orqali qilsa? yo'q, hozirgi skaner qilganingizda ham xuddi shu приложение ishlatasiz. Bu yerda уже sizni programma emas, ko'proq sizni оборудованиеңizni o'zini parametriga bog'lovli narsa joyi bor. Ya'ni biza sistemamiz boyagi kameradanmi yoki TDC kamerasidan foydalanasizmi, u ma'lumot o'zini qabul qilib oladi. Lekin ma'lumotni jo'natish holati qabul qilib olishi, ya'ni boyagi rasmni sistemani elektron variantga o'tkazish, bizning sistemaga berish uchun bu yerdagi proses oralig'i bu o'zi telefonni o'ziga yoki boyagi skaner o'ziga bog'liq. Ikki holatda ham ishlatsangiz bo'ladi. Faqat misol uchun deylik, skladda bilasiz yoki ekspeditorda bilasiz, tovarlarni tahridi misol uchun boshqa ekspeditor bo'lishi mumkin yoki keyingi tochkalarga borish kerak bo'ladi unda. Ya'ni unda tezroq amalga oshirish kerak. U vaqtda misol uchun telefonda kamerasida fiksatsiyani ozgina vaqt olishi mumkin unda. Ya'ni boyaga shtrix kod ustiga keltirish telefonni, o'shandan keyin qabul qilib olish kamerasi. Hop, agar оборудование orqali qilinadigan bo'lsa, оборудование bizning kassa apparatga bog'langan bo'lishi kerak o'zi. Yo'q, kassa apparatga qachon qilinadi? Qachonki agar sizni anaqangiz hozirgi holatda biz hozir faktura bilan ishlashni o'rgandik-ku. Agar sizda kassa apparat deydigan bo'lsangiz, unda u naqdga sotilayotgan bo'ladi. Qarang, цепочка. Поставщик mahsulot jo'natyapti. Shu faktura o'zida markirovka statusi bilan kelyapti. O'sha qabul qiluvchi покупатель tekshirib qabul qilganini o'zida o'zi markirovniy остатки hosil bo'lyapti. Sklad alohida uni qabul qilish shart emas, to'g'rimi? Yo'q, shart emas. Bu o'zingiz tekshirib olishingiz uchun. Oldini olish uchun. Tekshirib olish mumkin. Tekshirish ya'ni bu ya'ni xatolikni oldini olish uchun deylik, zavod sizga qaysidir kodni jo'natdi, lekin sizga u kod emas, boshqa kod kelib qolishi mumkin. Misol uchun, sizni tovaringizni mashinada yuklashayotgan holatda xatolik berib, misol uchun, sizni yukingizni boshqa viloyatdagi dilerga, uni yukini sizga adashtirib yuborishgan bo'lishi mumkin, misol uchun. Bu tushunarli. Endi qarang, sepochka bo'yicha dastlabki misol uchun 4 xil narsa oldi. 4 xil butelirованный vada suv oldi yoki choy oldi-da. Bir donadan deydi u. Endi do'konga ketdi. O'sha ko'zda o'sha skaner qilib o'tkazib topshirsa bo'ladi. Albatta, albatta. Lekin to'lov turi bor-da bu yerda. Demak, to'lov turi bu счет faktura, bu перечисление bilan, bu terminal bilan, bu
to'lov turi bilan. Mhm. Demak, ekspedit targoviy tochkaga borgandan keyin siz qaysi to'lov turini qilasiz deb so'rab olish kerak ekanda unda. Sababi men hozir kasbdoshlardan eshityapman, borgandan keyin skaner qilganda bu yerda variant berar ekanda оборудование. Счет fakturami, chekmi degan. Mhm. Уже u yoqda o'sha demak qabul qiluvchi oxirgi roznitsa targoviy tochkaga u naqd pul olish kerakmi? Demak u so'rayapti, naqdmi yoki perseni qilganmisiz? Nima bo'lgan? Yoki naqdmi yoki счет fakturami deb oldin targoviy tochkadan so'rab, keyin skaner qilish kerak bo'lyapti-da. Mhm. Demak, уже nimada o'sha оборудованияda chiqarib beryapti. Tanlov variant. Chek, счет faktura deb. O'sha bittasini tanlash kerak bo'lyapti. Endi shunda agar счет faktura chiqargan bo'lsa, o'sha naqd bera olmas ekanda, o'sha. Faqat перечисление qilib berish kerak ekan. Albatta. Или наоборот. Va bu yerda bekor qilish mumkin emas, misol uchun bordida, bo'ldi, pulim tayyor bo'pti-da, aldadimi yoki noto'g'ri ma'lumot berdimi, skaner qildi-da, puliga borayotgan, yo'q, pul qolmay qolgan ekan, uzr, men olib ketib qolibdi bo'pti-da. Buni bekor qilmaydi skanerni keyin. Endi u holatda skanerni misol uchun bekor qilishingiz mumkin, lekin u yerda keyingi holat. Ya'ni agar siz kassa apparatdan o'zi bu narsani endi отказ qilish uchun soliq inspeksiyasiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi yozma ravishda bu holatda. Ya'ni bu Yo'q, endi va epizodlar bo'ladi-yu, bu holatda chunki siz bu yerdagi realizatsiya qilingan kassa apparatda u yerda faqat markirovka emas, qo'shimchasiga anavi cashback hisoblari ham bor-ku. Qolgan обороtingiz ham bor. Ya'ni уже siz unga sotganingizda o'zi nima bo'ladi? Hozirgi holatda deylik, o'zi distribyutor keyinchalik vaqti kelganda o'zi o'ylab qaraydigan bo'lsak, sekin naqddan chiqib ketyapti. O'zi naqd olishi, ya'ni hozirgi holatda ko'p tovarlarimiz o'zi ham hozirgi kunda sekin-sekin naqddan уже voz kechilyapti. Misol uchun hozirgi kunda o'zingiz xabaringiz bor, ko'p tovarlarga birinchi borada spirt va tamaki mahsulotlarida to'liq, hattoki yoqilg'i shoxobchalarida ham to'liq karta orqali yoki to'lov boshqa turlari orqali amalga oshirish kerak bo'lgan, naqdsiz holatda. O'zi distribyutor uchun eng qulayi va безопаснisi o'zi faqat nalda ishlash hozirgi markirovka rejimida-da. Eng безопаснisi o'zi faqat shu перечисление ishlash bo'lyapti-da. Vaqti kelib sekin-sekin menimcha to'liq shu holatga o'tilishi mumkin. Ya'ni to'liq перечисление holatda, ya'ni savdoni o'zi amalga oshirish. Hozir holatda agar bo'ladigan bo'lsa, o'sha kassa apparati o'zida ham amalga oshirish mumkin. Ya'ni kartani o'zida boshqa to'lovlar bo'yicha. Siz doktorda shunaqa оборудованиялар bormi? O'zimda fizik оборудование sotiladimi? Lekin bizda tavsiya etishimiz mumkin, ya'ni boshqa zavodlarimiz ishlatayotgan yoki undan уже tasdiqdan o'tganlarni taklif etishimiz mumkin. Lekin o'zimiz u narsa bo'yicha savdoda qilib, bizda asosiy urg'imiz sistemani o'zi ekan. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, menda savol qolmadi hozircha. Salomat bo'ling. Aka, bo'limi bo'yicha bitta savolim bor edi-da, mumkin bo'lsa. Albatta. Ana bu mahsulotni qabul qilganimizdan keyin mana bu fakturasi keladi-ku bizga. Ana shu skaner apparatdan o'tkazmasdan, mana bu проверить kod funksiyasidan o'sha kodni tekshirsak, misol uchun keyin o'sha realizatsiya qilaversak, bu yoqdan sotaversak, u bo'lmaydimi? Noto'g'ri ishlash bo'ladimi bu shunda? Yo'q, agar bu proverka nima uchun qo'yilgan, o'zingizda oldindan tekshirib olish uchun. Siz fakturani qabul qilganingizda siz o'z bo'yningizga olasiz. Men kodli tovarlarni, markirovka tovarlarni qabul qildim degan ma'noda keltiryapti.
Ya'ni zavod sizga deylik 1dan 100 gacha bo'lgan kodli tovarni jo'natdi va siz fakturada shu kodlar bilan sizga biriktirilgan holatda beryapti, tovarlar nomlari va kodlari. Va siz uni podpisatsiya qilishingiz bilan, faktura podpisatsiya qilishingiz bilan avtomatik ravishda tovarni pasportini boyagi shtrix kodida avtomatik ravishda sizni nomingiz yoziladi. Hozirgi holatda egasi deb, ya'ni ishlab chiqaruvchini nomi, keyingi kimdan qabul qilganmiz uni nomi, undan keyin esa siz nomingiz turadi. Va soliq qolgan inspeksiya hammasida, misol uchun deylik, tovar agar tekshiradigan bo'lsak, siz nomingizda turgan bo'ladi. Agar qanaqadir bundan oldin aytilgan holatda qanaqadir xatolik bilan boshqa odammi yoki kodi deylik sizga o'tib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki deylik, ba'zi holatda bo'lishi mumkin, tovarimiz markirovkalangan, agregatsiya qilinganda qanaqadir oxirgacha obrabotkadan o'tmagan bo'lishi mumkin. Shu holatda, misol uchun, agar qiladigan bo'lsangiz, sizda hali nomingizda turmayapti. Tovar nomingizga hali o'tmadi, siz faktura qabul qilgan bo'lsangiz ham, chunki tovar первоначальный formasi hali zavod nomida turgan bo'lishi mumkin. Shu holatda siz u tovarni o'zi sotish huquqiga egasiz. Yoki agar xato bo'lib qoladigan bo'lsa, siz xatoni keyin ko'rasiz. Ya'ni o'sha deylik tovarni klientga berib skaner qilganingizdan keyin sizda bu tovar siz nomingizda emas degan. Hozir xuddi shu aytgan narsam bo'yicha ishlayapmiz. Men bu faqat o'sha проверить kod bo'yicha qabul qilib ishlayapmiz-da. Ana shu priyomka bo'limida постоянно kodov joyi bor-ku, ana shu yerda nimagadir hamma fakturalarda ошибкада yoki shu skaner apparat bilan birinchi qabul qilinmaganmi buni sababi? Ошибка chiqdi nimadan? Boshida agar ошибкasi bu yerda ошибка deb ko'rsatish mumkin. Agar siz fakturani проверка qilmasdan oldin qabul qilib qo'ygan bo'lsangiz, shu holatda turadi, ya'ni sistema bu narsani men проверка qilmasdan turib qabul qilingan holatda sizga shu mazmundagi anaqani beradi. Agar sizda проверка o'tadigan bo'lsak, bundan oldingi rasmga ko'radigan bo'lsak, bu yerda уже проверка qilganimizdan keyin kodimiz hammasi to'liq bo'lsa, avtomatik ravishda bizda raqamimiz turgan bo'ladi. Kodimiz. Misol uchun kod ошибка yo'q yoki hamma zavreshенияsi hammasi joyida degan 100%, ya'ni to'liq o'tganligini sizga ko'rsatib beradi. Savol bersam bo'ladimi? Ha, albatta aka. Naqd pulga rasxodni haqida ma'lumot bera olasizmi? O'sha onlayn ankama bilan integratsiya bo'ladimi? Har qanday dilerda ham naqd rasxodlar bo'ladi-ku, o'shani qanaqa qilamiz yechimini demoqchiman. Bu holatda boyagi o'sha sizda kassa apparatlaringiz bor, to'g'rimi? Kassa apparatlaringiz bor, o'sha kassa apparatlarning o'zidan amalga oshiriladi. Ya'ni zakazlarni o'zida realizatsiya qilasiz yoki bo'lishi mumkin kassa apparat переносной yoki tovarlarni deylik ofisniy holatda ham bo'lishi mumkin. O'sha mana hozirgi skladimizga markirovkali tovarlar kelib tushadi-ku, aynan o'sha kodli tovarlarni naqd pulga chiqib ketishi bo'yicha integratsiyasi bormi demoqchiman onlayn ankama bilan. Yo'q, endi bilan har xil ekonomikalar hozirgi holatda. Bizda endi kattaroq ob'yom ketadi, masalan 2000 ta, 3000 ta sotib yuboramiz, naqdga sotib yuborsak. Lekin Doctor Sales'da turibdi. Aynan Doctor Sales'dan o'sha tovarlarni rasxod qilib yuborish qanaqadir yechim bormi demoqchiman. Yo'q, hozirgi holatda qarang, bizda asosiy bilan o'z primoy ma'lumot olmaymiz. Shu holatda agar siz kassa apparati o'zidan uradigan bo'lsangiz, avtomatik ravishda u narsadagi ma'lumot bizga ham o'taveradi. Biza faqat hozirgi holatda tovar o'zini ma'lumotini tekshirib beramiz. Ya'ni bu tovar siz nomingizdan, bu tovar siz hal qila olasiz, bu tovar deylik kodi qayta urilmayaptimi degan holatda bo'ladi. Shu ustida ish olib borsak bo'ladimi demoqchiman yoki masalan biz tomonidan gapiryapman hozir diler sifatida
man rasxodlarni yoki yangi boshqa firma ochib turib boshqa firmaga o'tkazib keyin rasxod qilishim kerakmi yoki shu doktor Sales'da ham yechim bormi? Yo'q, hozirgi holatda qarang. Siz tovarni priyomka qildingiz, sizda barham faktura bilan keldi, to'g'rimi? To'laqoni. Deylik, 100 ta assortiment keldi. Siz u assortimentni qaysidir birini qanchadir foizini naqdga, qanchadir foizini перечислениyaga chiqarasiz, to'g'rimi? O'sha перечисленияni faktura orqali chiqardingiz. Bizning sistemada naqdligini, misol uchun boyagi kassa apparat o'zidan o'shingiz mumkin bo'ladi. Kassa apparatni siz xohlasangiz Sales Doctor bilan integratsiya qilishingiz mumkin agar IP ключlarini olsangiz. Integratsiya qilib beriladi. O'sha holatda boyagi skaner qilgan tovaringiz ham bo'ladi. Lekin har holatda asl belgisi orqali u narsa fiksasiya bo'ladi. Misol uchun asl belgisida agar o'zini kabinetingizga kiradigan bo'lsangiz, u yerda to'liq ma'lumot ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun qaysi tovarlar, qaysi kodlar nima orqali realizatsiya qildi. O'sha oxirgi apparatdan qilingan tovar umumiy оборотdan chiqadi, ya'ni tovarimiz o'zi to'liq sotildi deb hisoblanadi. Yana oxiridagi qoladigan tovar bo'yicha demoqchisizda. Oxirgi qoladigan tovar yana qilinadi demoqchisizda, lekin bizda ob'yom katta bo'lmasdan Aytmoqchi bo'lgan oxirgi qanaqa? Hozirgi holatda agar siz kassa apparat o'zidan skaner qiladigan bo'lsangiz, u avtomatik ravishda оборотni chiqarib yuboradi. Ya'ni bu tovar уже to'liq sotildi. Keyinchalik kimdir uni ya'ni sotilganida, ya'ni olib yana qayta sotaman deganida, u misol uchun uni skanerlash shart emas demoqchiman. Ya'ni u tovar уже yopilgan bo'ladi prosessi, sikli. Faqat fakturadan faktura orqali jo'natganingizda u sipochka davom ettiradi. Kim nomidan kim nomiga o'tganligi haqida. Lekin men hozirgi o'ylantiradigan narsa bu doktor Sales'dagi aslatkamizda demoqchiman. O'sha doktor Sales ham ko'radimi yoki naqd pulga biz rasxod qilaveramiz, to'g'ri, lekin doktor Sales'da yig'ilib qolaveradi-ku kodlar. Yo'q, qarang, hozirgi holatda sizga qabul qilingan kodlarni o'zimizda saqlab turmaymiz. Biza faqat kelgan оборотdagi kodlarni skanerlab, statusini tekshirib, sizga ma'lumotini beramiz. Deylik, hozir siz kassa apparatdan uni uradigan bo'lsangiz, u kassa apparatdagi belgisiga ham ma'lumot yetib boradi, shu bu tovar yopilganligi haqida. Bizda misol uchun u ma'lumot qolib ketmaydi. Bu tovar sanminda turgan degan holatda. Biza baribir asl belgisi bilan integratsiya qilganimiz uchun, asl belgisi orqali hamma prosess amalga oshirilgani uchun, asosiy integrator hisobida bo'lgani uchun u ma'lumotni olamiz aka. Ya'ni qaysi tovarda qanaqa nima ma'lumot o'zgarsa ham, misol uchun bizda o'sha narsa o'zgarishi ham ko'rinadi. Bo'ldi. O'zi aynan shuni so'ragandim, asl belgisi bilan integratsiya. Bo'ldi, rahmat. Mana bu kassa apparat bilan integratsiya qilish uchun API ключlar ham berilganda, u taxminan qancha vaqt oladi integratsiyasi? Endi bu integratsiyani ключingiz berilgan uyadagi odamlarga ham bog'liq narsa-da. Ya'ni misol uchun ular ключini berdi, lekin integratsiya holatida qanaqadir savollar yoki sistema orasidagi savollar paydo bo'lishi mumkin. Ular bilan realizatsiya qilish holatida bo'ladi. Ya'ni bu narsa o'sha o'zingiz ключ berganingizdan keyin, misol uchun siz tomonidan zada bergandan keyin bu narsa haqida sizga o'sha xabar berishadi. Misol uchun mana sizdan ключ olindi, integratsiya imkoniyati, sroklar beriladi deylik sizga. Qachon qilish mumkinligi haqida. Yana bitta savolim bor edi. Hop. Misolda yuklar o'sha zavod tomonidan birinchi qo'l o'zimizga kelib tushyapti. Shuni aksizni markasi shu mahsulot keldimi, kelmaganligini qanday bilamiz? Yo, o'sha narsa siz bo'yin aytganingizdek, programmist o'sha nimani ichida qo'yib beradimi? Zavskladlar uchun отдельный alohida programma ishlatib chiqayapmiz dedingiz-ku, shuni qabul qilib olishimiz. U ishlab chiqarilgan. Jarayoni qanday bo'ladi? Priyom qilib olish. Misolda zavodga o'sha aksizni markali alohida turibdi. Может odam o'sha ошибка qilib boshqa yukni jo'nataversaga, o'sha aksizni marka emas, boshqa aksizni marka keladi bizga.
Shu holatda o'sha Yo'q. aksiyasi marka bo'lib turib, keyin o'sha narsani sotmay skladimizga qolishi ham mumkin-da. Yo'q, u bo'yicha o'zi tepada ham aytdim-ku, bu holatda priyomkada boyagi priyomka protsessimiz bor-ku. Skladdan kelgan fakturani, misol siz qabul qilmasdan turib, bizani sistema skladchik приложениemiz уже tayyor-da. O'sha orqali tekshirib olishingiz mumkin. Ha, Zasklada orqali nimasi Ha, приложениemiz ya'ni orqali nima qabul kelgandan keyin qabul qilish olishimiz vaqtida o'shalarni har bittasini qabul qilib olayotganimizda отсканить qilib Sales Doctor'ning bazasiga tashlab berib, Zetox orqali prega qilib olamiz. yo'q, o'zi bizada Sales Doctor o'ziga faktura Sales Doctor'iga tushiriladi. Sales Doctor'da esa ikkita, ya'ni skaner qilingan kod bilan fakturadan kelgan kodni sistema o'zi solishtirib beradi. O'sha holatda siz avtomatik ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun boya aytgandek, 1 dan 100 gacha bo'lgan kod bizga ham xuddi shu kodga kelganmi yoki yo'qmi? Qarangki, kassa apparatga urib sotamiz dedik-ku, naqd pulga sotganimizda kassa apparatda aynan ana shu markirovkadagi tovar qanday aniqlaymiz? O'zi kassa apparatlari o'zida ham, ularda ham xuddi shu skanerlar joylashtirilgan. Ya'ni markirovkani o'qiydigan. Ularning platformasida ham qilganimizdan keyin ular ham xuddi shu markirovkani kassa apparatdan urganingizda avtomatik sizni обороtingizdan chiqarib beradi. Ya'ni siz nomingizdan o'chirib beradi. Ya'ni savdoga chiqib ketadi. Sotishdan oldin o'sha narsani assadkamizdan chiqarib yuborishimiz kerak bo'ladi. Naqdga agar sotayotgan bo'lsak agar. Yo'q, siz naqdga sotayotganingiz o'zida skanerlab berasiz. Yoki oldindan skanerlar ajratib qo'yishingiz mumkin bo'ladi, lekin o'zi faktiski realizatsiya vaqtida siz uni amalga oshirishingiz kerak. Ya'ni siz uni oldindan naqdga uraman deb chiqarib qo'yib, skladingizda turishi o'zi mumkin emas. Siz sotayotgan vaqtimizda o'sha narsani kassa apparati nimasidan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Naqdga deb. Ha, shunday. Ha, shunday. Bugungi menimcha ko'p savollarga javob berdik. Ko'plarning savollariga yoki qiziqayotgan ma'lumotlarni bera oldik deb o'ylayman. Menimcha bugungi savollarimizni, ya'ni efirimizni yakunlasak bo'ladi. Qo'shimcha savollar bo'yicha bemalol call center yoki menejerlarimizga Yana bitta qoldirsangiz bo'ladi. integratsiya dedingiz-ku, bu o'yna Sales Doctor orqali o'sha narsa platniy bo'ladimi yo определённый bir qanaqadir uslugasi bormi demoqchiman. Sales Doctor bilan qilinganda. Yo'q, endi u narsa birinchi bo'lib, menimcha platniy emasligini zadaniyani o'zini olganda menimcha qaror qabul qilish to'g'riroq bo'ladi. Hozirgi holatda misol uchun u narsa to'lov bo'lmasligi mumkin deyish mumkin, lekin ba'zi holatda deylik, siz berayotgan IPda qanaqadir darabotka bo'lishi mumkin. Shu holatda balki to'lov bo'lishi mumkin. Uni faqat siz berganingiz holatida menimcha to'g'ri javob bera olishimiz mumkin deb o'ylayman. Xo'p, tushundim. Rahmat. Salomat bo'ling. Hop, hammaga rahmat. Bugungi efirimiz yakun topdi.